Weber zavodida eng ko'p ishlab chiqariladigan top 5 ta rangli emulsiyani sanab bering. Birinchi o'rinda albatta oq emulsiyamizni beramiz. Chunki fasadga ham, ichki interyerlarga va undan tashqari patologiya ham aynan ko'p foydalanishadi aynan bu ranglarimizni. Ikkinchi o'rinda esa 515, ya'ni och seriya rangimizni beramiz. Bu rangimiz ham joy tanlamagani uchun, ya'ni katta zonalarga ham, obyektlarga ham, undan tashqari hozirgi ichki interyerlarga, ya'ni kuxnyaga ham, zalga ham, spalniyaga ham ko'p foydalanishyapti. Aynan ikkinchi o'rinda bu rangimiz turadi. Uchinchi o'rinda esa juda ko'p tanilgan, ya'ni qora rangli emulsiyamiz turadi. Ya'ni ko'p tanigan deganda, aynan patologiya, aynan qora rangli emulsiyamiz juda ko'p ishlatiladi va juda ko'p foydalanishadi. Hop, 4-o'rinda esa 139 bejiy rangimiz turadi. Ya'ni bu rangimiz ham joy tanlamagani uchun ham hozirgi kunda aynan dizaynerlarimiz ham aynan shu rangdan ko'p foydalanishyapti. Ya'ni ichki interyerlarga ham, tashqi fasadlarga ham orasida albatta shu rangdan foydalanib ishlatishyapti. 4-o'rinda esa ikkita rang bersak bo'ladi. Ya'ni 730 bilan 217 bu ranglarimiz ham o'sha pesonchli bejiy ranglarimiz ham приятный rang bo'lgani uchun ham, charchatmagani uchun ham aynan haligacha bu ranglardan ko'p foydalanishyapti.